Yaxshi o'tiribsizlarmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bozor qilib kelmadingizmi? Hali oylik olganim yo'q. Oyla olmadim. Sizga tegib nima ko'rdim o'zi? Adasi? 2 million otdi. Yaxshi. To'yini berish kerak. Bo'ldi, qo'ldan kelgancha beramiz. $1000. Onasi hozir sharoit ko'rib. Tushunarli. Pulim yo'q-deng. Yana oyla olmadi. Hammasidan charchadim. Sabr qil, o'rtoq. Senga mazza. Ering hamma narsani qilib bergan. Senga bitta zo'r maslahat beraymi? Xo'p. Eringni chiroyli kuzatib, chiroyli kutib olgan, hammasi zo'r bo'ladi. Bo'lmaydi, qo'y. O'rtoq, sen meni aytganimni qilgin, ishon menga. Nodir aka. Ha? Oling. Ishxonangizda obedda ovqatlanarsiz. Rahmat. Ilohim ishlaringizga baraka bersin. Amin, Alloh akbar. Mayli, yaxshi o'tiraylik. Yaxshi bo'ling. Ha. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Rahmat, qalaysizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Bering qo'lingizdagini. Suyunchi bering. Ha, nima bo'ldi? Lavozimimni oshirishdi. Mukofot puli ham tashlab berishdi. Maoshimni ham oshirishdi. Shungacha hozir bolalarni kiyintirib chiqib bir aylanamiz, keyin qaytib bozorga chiqib kelamiz. Maylimi? Mayli. Ishingizga baraka bersin, adasi. Shirin so'zli ayolning uyi doim fayzli bo'ladi.